Assalomu alaykum. Bugungi darsimizda o'sha yasab qo'yayotgan uychamizni davomini ko'rib chiqamiz. Oldingi darsda aytgandim, endi eksterior modellarni qo'shib chiqamiz. Ya'ni uyning tashqi tarafida qanaqa shakllar mavjud bo'lsa, hozir shu modelimizga qo'shib qo'yamiz. Xo'sh, endi yasamoqchi bo'lgan ishimiz uyni panjara bilan o'rab chiqish. Xo'sh, bu uchun birinchi bo'lib kub shaklini qo'shib olamiz. Taxminan shunday qalinlikdagi kubni tepasiga ham ishlov beramiz. Extrude, ya'ni funksiyasi yordamida tepaga ko'tarib, so'ng S scale bilan buni hajmini kichraytiramiz. Taxminan shunaqa ko'rinishga kelgandan so'ng endi buni uy atrofida o'rab chiqish kerak. Xo'sh, birinchi qo'shadigan narsa bu shu modelni bir xil uzunlikda ko'paytirib chiqish. Bu uchun bizga array modifier yordam beradi. Birinchi o'rinda aynan qaysi yo'nalish bo'yicha uni cho'zilishini ko'rishimiz kerak. Bizga y o'qi bo'yicha kerak. Demak, y ni hozircha 1 deb turamiz. Ya'ni qaysi yo'nalish bo'yicha bu bir ana shu modelimizni bir o'lcham deb qarasak, mana shu bir o'lcham bo'yicha y bo'yicha chapga siljitadi. Agar mana shu bir raqamini ko'paytiradigan bo'lsak, modellarimiz arasi ochiladi. Xo'sh, bu yerda yana turli xil raqamlar bor. Bu birinchisi count, sanash. Masalan, hozir 3 ta turibdi, buni ko'paytirsak 8 ta model bo'ladi. Keyingisi x o'qi bo'yicha. Agar x ni ham bo'ladigan bo'lsak, aynan modellarimiz qaysi tarafga yo'nalishini aniq ko'rsatib beramiz. Z o'qi bo'yicha esa tepaga yoki pastga yo'nalish. Xo'sh. Demak, y1 0, z0, y ni esa taxminan 6 qilsak yetar ekan. Array modifieri xuddi shunaqa ishlaydi. Lekin hozircha bizga bu yetarli emas, negaki aynan to'rni, ya'ni shotkalarning arasi ochiq qolgan. Demak, bu modellar orasini to'ldirish uchun hozircha arrayni o'chirib turamiz. Va xuddi shuni Shift D yordamida duplikat qilib ozgina kichraytiramiz. Taxminan shuncha balandlikda. So'ng buni ham Shift D, xo'sh, bundan so'ng Shift R ni bosamiz. Shift R bu oldingi takrorlangan amalni yana takrorlab beradi. Biz bundan oldin Shift D ni bosgandik va qanchadir masofaga obyektimizni surib qo'ygandik. Endi xuddi shu ishni Shift R takrorlab beraveradi, necha marotaba bossak. Xo'sh, bizga shuncha yetadi. Endi hammasini olib Ctrl J, ya'ni ulashni qo'shishni bosib qo'yamiz. Shundan so'ng endi
array modifierni qo'shsak bo'ladi. X o'qi kerak emas, y o'qi esa 1 qilamiz. Mana. Ko'rishimiz mumkin. Mana shu bitta uzun model va kalta modellarni biz xohlagandek joylashtirib chiqdi. Endi sanoqni o'zimiz istagancha men o'nta qildim, shuncha qo'yib qo'yamiz. Va to'g'rilab bo'lgach, array modifierga apply beramiz. Endi mana bitta model sonini ko'paytirib, ketma-ketlikda aniq qilib chiqdi. Bu modifierning ustunlik taraflari shunda. Endi bularni joylashtirib chiqish o'zingizning didingizga bog'liq. Men shu ko'rinishda taxladim. Endilikda kelayotgan shu shotkalarni bitta eshikka ulab qo'yish kerak bo'ladi. Bu uchun dushni yana olib joylashtirib chiqamiz. So'ng eshik uchun kerakli joyni ajratib olamiz tahrirlash bo'limida. Masalan, mana shu qismi kerak emas. X undan oldin orqadagi nuqtalar ham tanlanganligiga ishonch hosil qilamiz. X vertices. Mana endi darvoza uchun joycha ochilib qoldi. Mana uyimizning atrofini rishotka, ya'ni panjara bilan o'rab chiqdik. Bugun o'rgangan modifierimiz bu array edi. Array generate bo'limida birinchi qatorda turadi. Eng ko'p ishlatiladigan modifierlardan biri, asosiy vazifasi obyektni ko'paytirib, aniq bir orasidagi masofa aniq bo'lgan holatda ishlatiladi. Bugungi darsimiz shu. Xayr, salomat bo'ling.